Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun 23-aprel 2026-yil ko'k payvandni davom ettiryapmiz. Hali may oyigacha ham davom etaveradi. Xudo xolasa respublika bo'ylab barcha viloyatlarga hamda Qirg'iziston Respublikasiga ham borib payvand qilib kelyapmiz. Agar kimda kim payvand qildiradigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telegram hamda WhatsAppdan yozganlaring yaxshi. Mana shu meni nomerim glavniyimda bor. 93 kodi bilan 420 60 61 ga Telegram hamda WhatsAppdan yozaverasizlar. Mana hozir ko'k payvand qilish uchun mana oddiy usul mana yoramiz. O'sha mana uchini bog'lab oldim. Pater bo'lmasligi uchun uchini bog'lab oldim. Nami qochmasligi uchun. Endi o'sha mos kelgan joyi sal teparoqda ekan. Mos kelgan joyiga qo'yamiz. O'sha to'g'ri kelib qolish kerak o'sha nimasi, tanasiga to'g'ri kelib qolsa yana ham yaxshi. Mana endi jicha yetmay qolsa yana chevoramiz. O'sha qo'zag'iga to'g'ri keldi, mana qirg'og'iga to'g'ri keldi. Endi o'rab qo'yamiz. Ikki kunda natijasi bilinadi. Ko'karishni boshlaydi. Mana shu yonidan chiqarib turgan shoxcha o'zi ko'karishni boshlaydi. Ikkinchi kuniyoq o'zi o'sishni boshlayapti hozir. May oyigacha payvand qilaveramiz. Endi mana bundaqa taydan chiqqan shoxchalarni olib turiladi. Buni parxish qilib olaveradi buni. Bu yerga ikkita ulandi. Mana bu tomoniga ham bitta uladi ko'rsatib qo'ying. Mana bu tomondan ko'rsating, bu tomondan. Mana bittasi qolsa, bittasini parxish qilib oladi. Hozir yana men sizlarga boshqa payvandlarni ham ko'rsataman. Mana hurmatli o'rtoqlar, o'tgan yili manikur finger ulaganman. Mana shu yerdan ko'k payvand qilganman. Hozir mana 3 ta novda qoldirib qo'ydim. Xudo xolasa, mana shu ikkovi novdani ham olib tashlab, bu yilcha mana shu bitta novdani rivojlantirmoqchiman. Bu ikkovini olamiz ko'k payvand qilish uchun. Yana hamda mana bu yerga helloyni ulagan edim. Payvand qilgan edim, mana helloyni o'syapti. Taydan chiqqan mana bu yerdan payvand qilgan edim, mana bu yerdan. Endi bu mana uchini sindirishib qo'ygan ekan, mana yonidan chiqaryapti. Bu helloyni. Mana bu yerga ham qaysidir navlarni ko'k payvand qilganman. Xudo xolasa. Bu yerda har xil navlar bor. Mana bunisi ham bir qaysidir nav. Yaxshi navlardan ulaganman. Mana hozir yana mana bu yerga Lamborghini'dan payvand qilib qo'ydik. Mana shu yosh uzumga. Kobrga ham mana payvand qilib qo'ydim. Mana bu kobr, mana yerdan o'sib chiqqan, mana bu yerda kobr ekilgan. Mana bir yil o'sdi, mana o'sgandan keyin mana bu yerga kobrga payvand qilib qo'ydim. Bitta trendli uzumlardan payvand qilib qo'ydim. Mana avatar. Mana bu o'tgan yilgi tevasida mez bo'lib qolgan avatar uzumi. 3-4 vash qilgan edi. Mana bu yil mevalari bor, lekin uzumlarimizda qandaydir o'sish sal susroq bo'lyapti. O'shanga jicha susroq o'sib turibdi. Mana shu avatar, mana har bitta chiqargani meva qilibdi. Endi meva qilmagan joylari ham bor. Mana endi xomtay qilib qo'yamiz. Mana bu yerda kobrni o'stiryapmiz. Ko'paytirish uchun. Mana kobra meva qilar ekan, mana mayda bo'ladi. Buni uzib tashlaganimiz yaxshi hozir. Chunki buni ko'paytirishimiz kerak. Mana shu kobrni ko'paytirish uchun Husayni uzumga ulangan mana novdalar. Endi suv ochib kuchaytiramiz mana shuni. Maqsad kobrni ko'paytirish. Bu ham mana bu yerdan ulangan
Turkman go'zali, menimcha Turkman go'zali edi. Shuni ularga bir yil meva qilibdi, ikkinchi yili mana shu mevasidan bilib olamiz endi qanaqaligini. Mana bu ham katta uzumga, mana bu yeriga ko'k payvand qilingan, mana tevasini kesib tashladi, endi mo'mindan olib tashlaymiz. Mana o'tgan yili meva ham qilgan. Bu yil ham ancha mevasi bor. Bu ham qandaydir bir nav topib kelib ulaganmiz. Xudo xolasa uzumlarimiz amali yaxshi joyi ham bor. Mana buni singari yarmi qurib, yarmi ko'karib turgan uzumlarimiz ham bor. Sovuq ta'sir qildimi? Nima bo'ldi bilmadik mana. Shu mana 50 poyizga ko'karyapti lekin. Mana bunisi to'liq ko'karyapti. Chunki bu devorga yaqin joyda sovuqni to'sib qoldimi shu devor deb o'ylayman. Devorda issig'i ham urib turadi opto chiqqanda. Uzumlarimizda qandaydir nima borda, hani ko'karmay turgan joylari ham bor. Hozir F1 ko'rsataman. F1da, Mersda, Husaynida kuzatilyapti. Mana bu qora kishmish. Qora kishmish payvand qilganman, zo'r meva beryapti mana. Mana avatarda yaxshi rivojlangani mana. Zo'r o'syapti, o'suvi zo'r. Mana mevalari ham hamma chiqargan shoxida bor. Qo'shkaltaklarni endi olaman. Mana F1. F1da ham qurish borda mana. Qani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta nodadan 1 2 3 tasi, 2 tasi umuman chiqarmagan. Mana taylardan mana taydan chiqaryapti. Bittasini mana oldi tomoni qurib, mana orqa tarafidan chiqaryapti. Shunaqa qurish bo'lyapti-da uzumlarda. Hozir bizda qani 1 2 ana bu yerda bitta Husaynida paydo bo'ldi. Sovuqdanmi, nimadan bilmadik. Kommentariyaga yozib yuboringlar, ko'pchilik aytayapti. Shunaqa bo'lyapti o'zi deb. Mana. Mana Husayni. Husaynida qurish bor. 2 ta, 3 ta kalta chiqarmay turibdi. Qolganlari kech bo'lsa ham chiqaryapti, lekin juda sus. Mana bittasi sal rivojlanib qolibdi chiqargani. 2 ta sus. 4 tasi umuman chiqargan yo'q. Mana bu chekkada bitta. Shunaqa bo'lyapti uzumlarda. Keyin ko'kargani ham hali bir qarich, 2 qarich novda surib, mevasi ham mayda bo'lib qolayotgan tuplar bor edi. Ularni kesib tashladim. Mana shular. Endi mana uni ham rivojlanishi sus. Bu ham o'shanaqa bo'ladimi? Nimadan bo'lyapti? Endi yerdan bo'lyaptimi? Mana shu yerda bir 3-4 tutni kesib yubordim. Novda surmaydi, bir qarich nari borsa 2 qarich novda suradi. Uzumlari ham mayda-mayda bo'lib qoladi, yoshi mayda bo'ladi. Pishiradi-yu, lekin rivojlanish yo'q-da. Shularni kesib tashladim. Bitta nima bor edi? So'g'diyona uzumi bor edi. O'shanaqa bo'layotdi endi. Buni avatarni ham mana shu tomondan 2 ta novdasi o'shanaqa sal susroq rivojlanyapti. Mana bu yerda bittasi yaxshi rivojlanishda. Endi buni vaqt ko'rsatadi, ko'ramiz. Mana so'g'diyonani ham yarmi o'shanaqa edi. Mana yarmini kesib tashladim bu tomonini. O'shanaqa rivojlanish yo'q edi. Mana bu tomonida rivojlanish yaxshi. Yarmida. Kommentariyaga yozib yuboringlarchi. Sizlarda ham shunaqa rivojlanishi sus. Bir qarich, 1,5 qarich novda surib, voshlari ham mayda kichikroq bo'lib qolayotgan uzumlar bormi?
qanday uzumlarni rivojlanishi sizlarda? Mana u F1 rivojlanishi yaxshi. Birinchi xomteda endi qilyapman. Mana bular Mers. Mana Mersni yoniga Sodiana ulaganman. Bu Sodiana mana bu. Mana bu Rainbow. O'tgan yili Rainbow'lar qo'ydim. Bu ortiqcha tupudi mana shu yerdan ko'kpayvand qilib qo'ydim. Bu yil mevasi ko'rinib turibdi. Meva qilibdi tepada. Mana qora kishmish, har xil uzum bor. Shohane bor. Kelin barmoq. To'st degan uzumimiz bor mana. Bu Mers. Mana bu to'st qora deydi. Mana bu shohanak. Shohanak uzum. Mana bog'da tagida pista chiqib qolgan o'zi. Urug'i tushib, mana hozir shu boqqa yetib qolay dedi. O'sha rivojlanmay turgan uzumlardan bitta bor edi. Farhar qilib tashladik mana. Mana shu novda surmasdan bu do'ngayi ham o'zi nima bo'lib ketgan. Bu tomonga farhar qilib qo'ydim. Mana Merslarning rivojlanishi yaxshi. Bittasida bor Mersda, o'sha sekin o'sgan. Mana bu avatar mana 3 yil deganda boqqa chiqib boryapti. Yil 3-yili boqqa chiqar ekan, xudo xolasa. Hurmatli o'rtoqlar, sizlar tomonda ham shunaqa uzumlar bo'lyaptimi? Rivojlanishi so'z yoki bir tomoni qurib qolgan, mana shu Mers ham sekin chiqib boryapti. Mana Husayni, shuni singari yarmi qurib, yarmi ko'karib turgan uzumlar bormi? Bir nima qilib yuboringlar, mana bu yerda sus rivojlanib turgandan bitta bor ekan mana bu yerda. Mana o'sha novda surishi sus. Uni kaltalatib qo'yaman endi. Mana shu uzumni ham novda surishi sus. Mana bu tomonda qo'shnini o'riga bosib yotibdi tepasini. Biz tomonga shoxlab olgan. Juda baland bo'lib ketgan. Shunaqa. Nima deysizlar? Kommentariyalarda kutib qolaman, hurmatli o'rtoqlar. Uzumlar qanday ahvolda sizlar tomonda? Qaysi nimada yashaysizlar? Viloyatda qaysi tumanda yashaysizlar? Kommentariyalarda yozib yuboringlar. Payvandlash ishlari davom etyapti. Payvandlash ishlariga telefon qilaverasizlar. 93 kodi bilan 420 60 61. Telegram, WhatsAppdan yozsalaring yaxshi bo'ladi. Rahmat e'tiborlaring uchun.